Bugungi beradigan ma'lumotlarim ayollarimizga ro'za Ramazon oyida ro'za tutsam bo'ladimi degan savollar bilan ko'pchilik murojaat qiladi, jumladan menga ham murojaat qilishadi. Shu uchun asosan bunda qanday bemorlar murojaat qilishadi? Mastopatiya bilan kasallangan bemorlar va shu bilan birgalikda saraton bilan kasallangan bemorlar ko'pincha murojaat qiladi. Ro'za tutsam bo'ladimi doktor deb. Endi men hozirgi beradigan fikrim ko'proq o'sha saraton oldi kasalliklari, ya'ni shu mastopatiya bilan kasallangan bemorlar ayollarimizga tutsa bo'ladi ro'zani. Chunki sababiki ertalab o'sha saharlik paytida siz kerakli miqdorda suvni ichasiz, o'sha sizga qanaqa davo berilgan bo'lsa, o'sha davoni dagi tabletkani ichishingiz mumkin va kun davomida siz o'sha ochlik e'lon qilib, kechqurun ya'ni kerakli miqdorda suv va o'sha tabletkalarni qabul qilish mumkin. Faqat siz harakat qiling, ko'proq men urg'u beradigan tomonim ko'proq ich qotishlari. Mana shuni oldin olishga, ya'ni o'sha kechqurun yotishda o'sha mana ko'pincha bemorlarga aytaman, o'sha attorlarimizda bor shu ichni keltiruvchi, ya'ni giyohlar. O'shalardan qabul qilib, qabziyat bo'lmasligini men sizlarga tavsiya beraman. O'sha davrda sizlar bemalol ro'za tutgan holatda, ya'ni immunitetlaringiz tushmagan holatda ham ro'zani tutasizlar, ham o'sha mastopatiya bilan davolanasizlar. Saratonga chalingan bemorlarimiz, ya'ni saraton bilan xavfli o'sma kasalligi bilan kasallangan bemorlarimiz ozgina boshqacharoq yondashiladi. Sababiki birinchi uni qon analizlari, leykositlarning soni va o'zini holatiga qaraymiz, ya'ni o'sha holati yaxshi, ya'ni unda o'sha uzoqlashgan metastaz deymiz, o'sha holatlari yo'q, organizm o'zi stabilniy va bu holatda biz ro'zaga ruxsat beramiz, mayli ro'za tutishlari mumkin, lekin bunda albatta qon ko'paytiruvchi biron bir preparatni qabul qilishlari, uyqularni yaxshilashi, suvni kerakli miqdorda ichishi, xuddi oldingi aytib o'tgandek qabziyat bo'lmaslik, kerakli miqdorda oqsil yeyishlarini, ya'ni o'sha oqsilga boy mahsulotlardan qabul qilgan holatda ro'zani tutishga ruxsat beriladi. Bu faqat yengil formalar, organizm o'zi mana yillar davomida ko'rkka kelib stabilniy profilaktik ko'rkka kelgan bemorlarimizga. Og'ir holatdagi, ya'ni masalan o'zida sut bez saratoni va o'pkada jarayon buzilgan paytida ko'pincha biz bu holatda ro'za tutishda ehtiyotkorlik qilishni tavsiya qilgan bo'lardik.